Assalomu alaykum. Bizlarning YouTube'dagi hurmatli obunachilar bilan men pulni yerdan sirib olib o'tiramiz yo'q. Shuning uchun sizlarga toza kelgan, xudo xohlasa sifatli, bir hajat keladigan arzonroq sviterlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, toza kelgan sviterlarimiz bor. Bularning narxi 135 ming so'mdan bo'ladi. Keyin bu yerda har xil modellarimiz bor. Xudo xohlasa sizlarga video tamom bo'yicha ko'rsatishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, Konka brendidan bilasizlar, Konka brendi sifatlab chiqaradi gimbashlarni. Xullas, hozir bu yerda ko'rsatadiganlarimiz Patraskoy razmerlar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, xudo xohlasa, aran tarafda velikan razmerlarimiz ham bor. Razmerlar bilan, modellar bilan bemalol tanishamiz. Tak, boshidan bo'lsak, qora svetda. Mana qarang. Do'shana qarang. Razmerlari emdan tutib kekselacha bo'ladi. Razmerlari, ko'rinishlari. Pastlar manjet bo'ladi, qo'llari manjet bo'ladi. Yaqalari manjet bo'ladi, yaqasi biroz kattaroq bo'ladi. Manjeti biroz qisqaroq bo'ladi bu modelimizda. Bularni svetlarına keladigan bo'lsak, qora svetidan bor, siniy svetidan bor. Siniy svetlari. Tursiz, ajoyib deb ishlangan xudo xohlasa, zeti kiyasizlar. Bilasizlar, adamin bahorda chiqib ketamiz, shu vaqtda bahorda zeti kiyasizlar bularni. Keyin qora sveti, siniy sveti. Yarasadan yaqin modeldan ikkitasizlar. Bularni ko'proq zakaz etib чтобы sizga vaqtida razmer tam bo'lmasin deb har xil razmerlarni zakaz etib qo'ymiz. Keyin bu yerda qarashning svetidan bor. Hurmatli obunachilar, qarashning sveti. Xudo xohlasa, zeti kiyasizlar. Bularning ham yaqasi manjeti kaltaroq bo'ladi, qisqaroq bo'ladi, yaqasi keng bo'ladi. Keyin bu modelimiz bor. Endi bu modelimizda salgina farqi bo'ladi. Farq nosimda desangizlar, buning manjeti bitta qisqaroq bo'ladi, buniki uzunroq bo'ladi. Pastlari, qo'llari, manjetlari bir xil bo'ladi, hurmatli obunachilar. Keyin bu yerga o'tib keladigan bo'lsak, o'sha ban tarafda manjetlari biroz balandroq bo'ladi. Men o'zim shundan kiyib ko'pman, manjeti balandroq bo'ladi, bo'ynida biroz beklab turadi. Masalan, hozirgi pagodadan вообще zo'r o'ynashlar. Buni ham qo'llari, pastlari manjet bo'ladi, yana orqa tarafdan ko'rinishi. Bularning ham razmerlari emdan tutib 2xlgacha bo'ladi, gelasadan. To'g'riga razmerlarni olsangiz bo'ladi. Bularni yana qarashning sveti, men kiyib qo'ygan svetimdan bor. Keyin sinisi bor. Açık siniy bor, temniy sinisi bor. Keyin bu tarafda yashilroq svetimdan bor. Yashil svetimiz. Yashil nima bo'ladi? Hurmatli obunachilar, yana orqa tarafdan ko'rinishi bularni. Keyin aslan tarafga keladigan bo'lsak, bunda 3 burchak yaqinlarimiz bor. 3 burchak yaqinlar. Bularning ustida shuningdek bir cho'roq turadi. Masalan, dumam ariq odamga uncha tushmasligi mumkin, sababi ina berini ko'rsatib qoladi. Masalan, sal iriroq, to'laroq odamga shuningdek zo'r tushadi, yarashib turadi. Bularning bizlarda go'y svetidan bor, maloshli svetlarimizdan bor, razmerlari bor. Keyin bu tarafda tumanlar yaqinimizdan bor ina. Konka brendidan. Keyin asta o'tib keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, bu yerda velikan razmerlarimiz bor. Velikan razmerlardan olib ko'rsatamiz. Bularning razmerlari 2xl dan 5xlgacha bo'ladi. Masalan, yosh og'alarimizga zo'r tushadi. Yine eldan palaska o'tgan. Bular finka bo'ladi. Qo'llar manjet bo'ladi, pastlari manjet bo'ladi. Zamoklar ham yaxshi ishlaydi. Hurmatli obunachilar, yine orqa tarafdan ko'rinishi. Qora svetimizda 2 xil modelimiz bor. Birisidan oq poloska o'tgan bo'ladi, birimizdan esa maloshni poloska o'tgan bo'ladi. Hozir buni sizlarga podrobniy ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, bundan maloshni poloska o'tgan bo'ladi, orqa tarafdan ko'rinishi. Hozir qani bor yoshlar og'ala boku, shular zo'r tushadi lekin yoshlar. Keyin asta o'tib keladigan bo'lsak, bu tarafda yashil svetlarimiz bor. Hurmatli obunachilar, qaranglar. Bularni bizlarda 5 xil svetimiz bor. 2 xil qora svetda, bu tarafda 3 xil svetimiz bor. Maloshni bor, keyin siniy bor. Siniy svetlarimiz. Hurmatli obunachilar, shuni yaqinroqdan ko'rsatib beramiz. Maloshni svetda qarashning bilan kombinatsiya bo'lgan. Orqa tarafdan ko'rinishlari. Keyin bunda bu svetimiz bor, yashilroq. Bu svetda endi bu svetimiz oq bilan kombinatsiya bo'lgan. Bularning orqa tarafdan ko'rinishlari. Hurmatli obunachilar, keyin finkalarimizni boshqacha svetlaridan bor. Masalan, yana boshqacha model, boshqacha svetlar. Ham svetimizdan bor. Bularni farqi, bularda belindan poloska o'tgan bo'lsa, bularda poloskasi yaqasida bo'ladi, yana shu yerda. Qo'llar manjet bo'ladi, bularning ham pastlari manjet bo'ladi, yana orqa tarafdan ko'rinishlari. Bularni bizlarda 1, 2,
3, 4 xil, 5 xil rasvetkasi bor. Obunachilar yana sizlarga rasvetini ko'rsatib o'tamiz. Buning yoqasida oq polosh o'tgan bo'ladi. Tarafdan yo'nalishlari. Videoni shu o'rnida ko'rgan bo'lsangizdan bizlarga podpiska bosgan bo'lsangiz, podpiska bosib qo'ying. Xudo xolasa, sizning bizlarga podpiska bosishingiz, like bosishingiz, xudo xolasa bizning videomizni ko'proq odamga yetib borishini xudo xolasa sababchi bo'ladi. Keyin sinisiy bilan bir ko'rsatib o'tamiz. O'tirishmoqlarga borganingizda sinisiy bir zo'r bo'lib, sizda chiroyli bo'lib dönüp turadi. Hurmatli bolalar, o'zingizdan bir boshqacha bo'lib o'tirasizdan, biz sizda sinisiy odam ochadi-ku, chiroyli ko'rsatadi. Bu tarafda oksiyetimiz bor. Razmerlarni yana bir eslatib o'taman. Bular razmerlari 2XL dan 5XL gacha bo'ladi. Oksiyetlarimiz. Oksiyetimizda qora polos o'tgan bo'ladi yakasidan. Hurmatli bolalar, narxi 165 ming so'mdan bo'ladi. Bularni kelasida yaqqan modelidan to'g'riga razmerlarni olib ketaverasiz, xudo xolasa. Shunday ekan, bahorgi tovarlarimizni biroz sizlarga ko'rsatib o'tdim. Xudo xolasa yaqinda kardiganlarimiz keladi. Kardiganlarni kelgan vaqtda sizlarga qatori ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lmasangiz obuna tugmasini bosib qo'ying. Xudo xolasa bu bizlarga yordam beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.